Qiyin qıstoq. Kommunizmning haqiqiy atti bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat davosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistoqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob uqubatlari, dard alamlari tafsili bayon qilingan. Qiyin qistoq 19-qism. Chunki sotdan seni qo'yib etish buyrug'i keldi. Qani tezroq tayyorlan. Bu yerdan chiqib ketsen, dedi. Uning so'zlaridan g'angrab qoldim. Ajablanarlik emasmi? Men tutilib 20 yildan keyin qurilgan sudxona. Endi 21 yil bo'lganda meni erkinlikka chiqarayotgan edi. Acaba bunga ishonsam bo'larmikin? Buning orqasida yana boshqa o'yinlar bormidi? Bu bola nemishqa qo'rquydi deb o'yladim. Menga nisbatan kommunizmning har qanday nimasi ma'lum bir shumliq uchun tayyorlangandek. Shunga hozir menga bularning hech narsasining qiziqi yo'q. Xitoy qiyin qistoqlaridan yo'q. Dinsizlik qiyin qistoqlaridan mo dahshatlikroq biror qiynash usuli bormikin? Men uningdan qo'rqsam. Qandaqla bo'lmasin, men barcha qiynoqlarni o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Menga u saqchi takror qilib tezdan tayyorlan, dedi. Hayronman. Tayyorlik ko'radigan biror narsam bormikin? Badanimni to'liq yo'gash uchun bir tol ko'ynagim yo'qtirsa. Boshliq yordamchisiga qarab, sizga nima deyishimni xohlaysiz, dedim. Hayron bo'lib qaradi. Sana xush xabar yetkazdim, dedi. Uning ko'zlariga tikilib qaradim. Xush xabaringiz uchun biror badal bo'lish kerakmi? Albatta. Shunda qilishing kerak emasmi? dedi. Ko'zlariga qarab so'radim. Sizga bildirilgan xush xabarni aytishingizning badali borligiga ishonganingiz kabi, sizga aytilgan qiynashni amalga oshirganingizning bir badali borligini va bir kun shu badal oldingizga chiqishini bir o'ylab boqdingizmi? Saqchi hayron qolgan holda yuzimga qaradi. Yana so'radim. Mening yangi kiyimim yo'q. Bu kiyimlarni solsam nima kiyman? Mudir yordamchisi chiroyimga qarab noyda xotirjam holda savol so'radi. Yangi kiyimlaring nima qilding? dedi. O'ylab qoldim. Oxirgi qatim qachon yangi kiyim kiygan edim? 21 yildan beri yangi kiyim ko'rmagan edim. Qayta esladim. Yezimizda mashinaning orqasiga meni bog'lab so'rashgan kuni ustimda oq ishtinim bor edi. Shu kundan keyin yangi kiyim ko'rmadim. Mening ustimdan kulmang. Lekin inson yangi kiyimni ham sevganar ekan. Men buni nihoyatda og'ir sharoitda o'rgandim. Inshaalloh siz men ko'rgan kunni hargiz ko'rmaysiz. Shunga buni tushunishingiz nihoyatda qiyin. Hech bir musulmonning, hattoki xristiyanni qo'yib turing, hech bir insonning bu shaklda qiynalishini xohlamayman. Yordamchi soqchining bu masxarlik ovozidan saskanib ketdim. Kiyiming yo'qkan undaqda qanday qilamiz? Puling bormi? dedi. Hay, menga nima bo'lyotdi? Har bir so'zdan nimadir bir narsani eslavotaman. Pulmi? Rasululloh pul degan narsa bor edi. U qanday narsa edi, ha? Pulning nimaligini, nimaga ishlatilishini unutib qolgan edim. Balkim ishonmaysiz, lekin shuncha vaqtdan beri, ya'ni 21 yildan beri pul asla xiyolimga kelmabdi. Menda pul nima qilsin, dedim. Tulum xalida. Bu qamoqxonada bugun kimdir biri odatdagi bir mahbusning ehtiyojlari haqida o'ylayotgan edi. Hozir qish fasli bo'lg'achqa havo nihoyatda sovuq edi. Endi menmi o'ylashga boshladim. Keyin mudir yordamchisi beshini qashlab, xuddi endi esiga kelgandek menga o'yrilib qaradi. Esimga keldi. Sen uchun boshdan oyoq kiyim tayyorlab qo'yganmiz, dedi. Qanday ishinay? To'g'risini deganda nimishqa ishinay? Sizlar menga kiyim tayyorlab qo'ydinglarmi? Ha,
nimaga hayron bo'lasan, dedi. Ko'zlariga so'roq nazar bilan tikilib turib so'radim. Sizningcha bu ishlarga hayron bo'lish mumkin emasmi? Bo'ldi. Bu ahvollarni tafsili deyishimni kutma. Kommunizm azaldan qizirishni bilmaydi. Faqat qizartishni biladi. Ajablangan bo'lsam, uning taklifini qabul qildim. Sizlar mahbuslarga kiyim berayotgan bo'lsanglar, kommunizmdan hech bo'lmasa shu kiyimni elib qolay. Lekin uningdan oladiganim xali ko'p, dedim-da, u bergan yangi kiyimlarni kiydim. Endi eshikdan chiqaman deb turganimda Turg'un ishxonaga kirib keldi. Mudir yordamchisi Turg'unni ko'rib xushomad tillari sayrab ketdi. Qara, boshliq dal vaqtida keldi. O'z vaqtida boshliqni yilondan qo'g'dab qolganing uchun bu kiyimlarni bosh qo'mondan Turg'un maxsus sana tayyorladi. Uningga rahmat ayt, dedi. Bu so'zlarni anglab beshim oylanib ketdi. Nima? Menga bu kiyimlarni janobiy qo'mondoningiz shaxsan o'zi tayyorladimi? Yordamchi saqchi kulimsirab turib javob berdi. Ha, shundoq. O'z vaqtida qo'mondonimizni yilondan qutqizib qolganingning mukofoti ekan, dedi. Turg'unga qaradim. U menga qarab turgan ekan. Ko'zlarimiz bir-birimizning ko'zlariga uchrashdi. Hatto necha minut bir-birimizga shu holatda qarab turdik. Demak, Turg'un yilon voqeasini o'ylab topibdi. Turg'unga qarab vaqirab tashladim. Men yaxshilik qilgan insonlarimdan u yaxshiligimning o'rniga hech narsa olmayman. Ustimdagi yangi kiyimlarni silib bir chetga itib tashladim. Shu ahvolda faqat ish kiyimim bilan qoldim. Uni ham bir necha kun qamoqxonada yetib chiqib ketgan bir mahbus bergan edi. Ustimda hech narsa yo'q edi. Ular hayron bo'lib qolishdi. Ustimda hech narsa yo'q holatda qamoqxona darvozasidan sirtga chiqdim. Bu Kazvan rayoniga selingan Urumchi shaharlik birinchi turma edi. Sirtga hamma taraf muzliq edi. Shu yerim yalang'och holda biror soatlik yo'l yurdim. Keyin oldimda bir mashina to'xtab ahvolimni so'radi. Qisqagina qilib aytib berdim. U odam ahvolimni o'qib, meni uyiga elib berib ustimga kiyim berishni aytdi. Men qabul qilmadim. Chunki men qo'rqib ketgan edim. Balkim u shularning biri bo'lishi mumkin edi. Ammo u odam ahvolimga bak ichindi. Paltosining ichidan ko'ynakini silib menga berdi. Demak, kommunizm o'ltirolmagan pok vijdonli kishilar ham bor ekan deb o'ylab qoldim. Men shu holatda ko'chada ketib borar edim. Atrofdagi insonlarga qarar edim. Lekin hech kim menga qaramasdi. Atrofdagi insonlarga qarab ularni yaxshi ko'rmayotgan edim. U odamlarning hammasi xuddi kiberlik bo'lib ketgandek tuyuladi. Endi nima qilaman? Qayerga boraman? Na bir uyim, na bir do'stim yo'q edi. Ay kommunizm. Demak, xalq deb meni hech kimsiz qoldirding, shundaqmi? Yo'lda sovuqdan titrab eg'ir qadam tashlab ketib borardim. Kun ham pataydab qolgan edi. Men shundoq bir bog'ning oldiga keldim. Keyinchi bilishimcha bu bog' Urumchining markazidagi 8 qavat rayonidagi bog' ekan. Men bu bog'da tong otquzuman deb o'ylab turgan edim. Tuyuqsiz kaynimda turib, "Komil" degan ovozdan qo'rqib ketdim. Komil. Uningga qayrilib qaradim.